Assalomu alaykum. Tiko bozorini ko'ramiz. Samarqand mashina bozori. Tiko narxlarini ko'ramiz. Bunga savdo bo'lyapti. Benzinda ekan mashin. Aka, bitta aytdim sizga. Aka, general oqov. Nech bo'lyapti aka buni? Oqovingiz qani? O'tib qolmang. Aka, mana qo'ng'iroq qiling. Aka, unda azab bermang aka. Bu afronda yaki kelyapti. Nech bo'lyapti ekan aka? Ha, aka, 12. Aka, bunday. Siz talabalar problema bo'lmasa, mashina problema, siz problemasi bizda shu yerda. Yo'q, hali. Biz hech kim mashina olib qo'ymaymiz. Kim? Adres, Qanaqa ko'raylik, qana bo'lsin, savdo bo'lib qo'yamiz. Bo'l, o'sha yerda bor. Unga qarab bolasangiz bo'ladi. Sizdan aka, assalomu alaykum. Benzinmi bu aka? Tapani. Ha, bu yerda ekan, propan. Qancha avtomobil? Nechinchi yil aka bu? 99. 99. Kraskasi bormi aka biron joyda? Bor. Ha? Sepilgan joylar. Sepilgan joylar bor ekan. Ikki guruhdan ziyod, menimcha undan ziyodroq. Bu saloni ham bo'ladi. Chixol, poliklari yaxshi, chixolda lekin bu orqasidagi problemasi bor ekan. Propanda ekan. Aka nech bo'lyapsiz buni? 23 million so'rayapmiz, kam bor. 23 million? Qancha berasiz? Bo'lishini ayting-da aka. 20 biron qo'shsalar beraveraman. 20 ga biron narsa. Nomer ayting-chi aka. 94lik 244 244 53 70. 53 70. Mayli aka, rahmat. Mana shu yashillardan olamiz. Bunisini olamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Kimdan bu aka? Sizdan emasmi? aytgan gapi. Assalomu alaykum. Sizdan emasmi aka bu? Yo'q, yo'q. Bunisi. Nechi buni yil aka? 99. 99 propanda. Kraskasi bormi aka buni joyda? 3 ta joyga bor. 3 ta joyga qayerda? Kapot ustida krilo eshik. Ha, kapot ustida krilo eshikda bu tarafda bor ekan. Mashin 99 ekan, u rulni udaridan qo'yibdi-ku. Saloni yaxshi ekan. Chixol poli qilingan, mana rulchalangan. Bu nimani ruli? Bu qanaqa mashina ruli ekan bu? Mana salon holati. Chixolda alishtirmasa katta to'g'rilab olsa bo'lar ekan. Aka qancha deyapsiz buni? 18 yana o'tlam. Kelishadigan joy bormi aka? Qanaqa qo'yibsan? YouTube ga. Nomer ayting aka. 93lik 350 350 88 85. 88 85. Motor hadoyida ish yo'qmi aka? Hech qanaqa shu. Shayda ish yo'q ekan. Olas haydaysiz faqat. Mana o'tamiz bunisi ham. Buni sizdan emasmi aka? Ha, hamsiyami? Ya bu narxini bilmasak abi. Necha buning? 15 kam bu. Yil necha buni? 99. 99, yo'q 99 ekan. Bunisi arzonroq variantiga 15 million. Qo'shiq bor ekan, salonlar yaxshi chiqonlar bor. Qo'shiq avtorskiy beraveradi. Mana trekker sotiladi. Mana. Uni olgandan Trekker. Bo'lla aka, hozir bu mesto olaylik masalan. Bu 15 million. Boyaga nomerga telefon qilaversin-a bunga ham aka. Mo'l, telefon, kalom gamas aslida. Buni ham hadovoy, motor, Hech chiqma, 4 ta pachka balon turibdi, qimmat balonlar. motorlar yangi, balonlar yangi ekan. Kalpakchalar chiroyli ekan. Mana bunisini ham qo'yamiz deyapti. Bu monitor ham bor ekan. O'ziga mos, Tikoga mos. Chixol poli qilingan, bu menimcha bu qimmatroq bo'ladi yo'gatdak buni. Sastensi ham yaxshiroq ekanda. Qancha yurgan? 3 kuruq ziyodroq yurgan. O, mana monitor ishlayotgan, mana monitor. Qiziq monitor ekan. Qancha deyapsiz aka buni? 22 kam. 22, yil nechi? 2002.
2000? 22. Nomer ayting aka bo'lmasa. Bu o'sha nomer boya. Uchalasi ham bittaga. Kelishlarda aka, telefon qilasiz akalar. Mana shu 3 tasi bitta joyga ekan. Bu ham 4-chi hammi? 4ta ekan mana ketmak. Buni yil necha aka? Assalomu alaykum. 98. Buni kraskasi bormi? Polni asfalt bo'lgan. Ko'ramiz motorlarini. Propanmi aka bu? Propanda ekan, dokumentlari bor. Nech bilyapsiz aka buni? 18 kam bor aka. 18 kami bu? Ha. Qancha yurgan bu? 4 kuruk. Ancha yurganda. Yoshiga yarasha yurib qo'ydi. Ha, bular. Balonlar yangi ekan, ha? Ha, to'rtta yumshoq balon yangi. Tamam. Nomer 94lik 94lik 534 534 0222. 0222 ga telefon qilasiz. Aloqaga chiqasiz. Kelishiladigan joy bor. Qancha deysiz aka buni bo'lishini? 14 ga bermadi aka bozorga. 15 mi bo'lishi? Alo. Bular narxiga lekin arziydi. Mana shu tekocha. Ovorish kerak, buni bosib olish kerak. Aytdim aka, pulim bo'lganda o'zim shuni olasdim. Mayli aka, rahmat. Nega mayli aka? Mayli.